Centrum Air'dan foydalandik. Centrum Air xodimlariga rahmat. Rahmat sizlarga. Charchamanglar. Xizmat sifati juda ham yoqdi menga. Inshaalloh ovqatlari hamma narsa salom darajada. Xizmatingizga rahmat aka. Charchamanglar. Salomat. Rahmat xizmatingizga. Charchamanglar. Trap o'tib oldik. Hozir endi zdaniya o'zini bitta ko'rib chiqamiz aeroport o'zini. Menga shu aeroport asosiy qiziq. Videolarda odzivlarda ko'rdim. Juda chiroyli aeroport deyishyapti. Xolos bitta ko'ryapman. Ikkinchi tashrif keldik hozir. Arxitekturasi qiziq. Tepalari полный katta angarniy sistemada yopilgan. Orada unaqa tuynuklar qilingan. Birinchi etaj bilan ikkinchi etaj bog'lab turadigan ko'rinadigan. Hamda mana oynadan qilingan reshina. Bu ham vobshe juda chiroyli chiqdi. Oddiy narsa, lekin oynalarni kubik qilib o'ynatgan evaziga ancha-muncha narsa hal qilib qo'ygan. Men yaxshi ko'radigan narsalardan bittasi bu odatda ko'p proyektlarni kuzatgan bo'lsangiz, kombalar haqida gapiraman. Mana shu kombalar. Aeroportda bu narsani tashkil qilish kerak. Juda ham bahodir beradi, havoni tozalaydi. Juda ham ko'rkam, chiroyli qilib ko'rsatadi. Buni forma juda ideal, yaxshi tanlanibdi. Bu eng katta ochuv prostranstvo zonasi. Aeroportda eng ko'rsatib beradigan zonasi mana shu bo'ladi. Tepada ko'rgan bo'lsangiz mana обманный forma bor, lekin bu yerdan yorilib tushadi. Konstruksiya bu temir konstruksiya, tom ushlab turadigan asosiy machitamiz bizani. Mana ketyapti bu. Shu machitani o'zidan forma qilib yasab olgan. Buni bekitib olmagan, formaga. Helikopter qilib tashlamagan.